Davom etamiz. Funksiya hosilasi mavzusiga ham yetib keldik. Funksiya hosilasi, hosila va uni hisoblash qoidalari. Funksiya hosilasiga ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, fx funksiyaning hosilasi deb quyidagi mana bu limitga aytiladi va fx funksiyaning hosilasi f'(x) ko'rinishida belgilanadi. Demak, f'(x) teng limit delta x intilgandan 0 ga delta y taqsim delta x. Ya'ni funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatini argument orttirmasi 0 ga intilgandagi limiti bizga berilgan fx funksiyaning hosilasini beradi. Buni quyidagicha ko'rinishda tasvirlasak ham bo'ladi. f'(x) teng limit bilamiz delta x ning qiymati x2 nuqtadan x1 nuqtani ayirganimizga teng. x2 minus x1 intilgandan 0 ga delta y kelsa f(x2) minus f(x1) ga teng edi. Oldingi darsda o'rgandik. Delta x ning o'rniga ham x2 minus x1 qo'yaman. Mana bu shakldan misollar aytish davomida ko'proq foydalanamiz. Yuqoridagidan esa ta'rif berish uchun foydalanib ketaveramiz. Yana bir marta takrorlab o'taman. Berilgan fx funksiyaning hosilasini hisoblash uchun uning f(x2) dagi qiymatidan x1 dagi qiymatini ayirib x2 minus x1 ga bo'lib x2 minus x1 0 ga intilgandagi limitini hisoblasak bo'ldi. O'zingizni sinab ko'ring misollariga o'tamiz. Birinchi misol, hosila ta'rifidan foydalanib quyidagi funksiyalarning hosilasini toping deyilgan. fx funksiya bo'lsa, buning hosilasi f'(x) ko'rinishida yoziladi. Limit mana bu formulaga tashlaydigan bo'lsam, x2 minus x1 intilgandan 0 ga suratda mana shu funksiyaning x2 dagi qiymatidan x1 dagi qiymatini ayirganimni yozishim kerak. x2 dagi qiymatini topishim uchun x ning o'rniga x2 qo'yaman. 2x2 plus 3 keladi. Minus x1 dagi qiymatini topishim uchun x ning o'rniga x1 qo'yaman. 2x1 plus 3. Mahrajda esa x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga qavslarni ochib yoradigan bo'lsam, minus 3 hosil bo'ladi bu yerda va bu yerdagi plus 3 bilan minus 3 qisqarib ketadi. 2x2 minus 2x1 qoladi suratda. Undan ham qovusdan tashqariga 2 ni chiqarsam x2 minus x1, mahrajda esa x2 minus x1 qoladi. Limit hisoblash qanday edi? x2 minus x1 ning o'rniga 0 ni qo'yishimiz kerak edi, lekin mahrajda x2 minus x1 kelganligi uchun hozirgi ko'rinishida x2 minus x1 ning o'rniga 0 qo'ya olmaymiz. Chunki mahrajda 0 kelib qoladi. Bunday ko'rinishdagi misollarni oldingi darsda o'rgandik. Surat mahrajini qisqartirib, kasrni yo'qotishimiz kerak edi. Surat mahrajini qisqartiradigan bo'lsak, limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga 2 ga teng degan o'zgarmas son hosil bo'ladi. Bu yerda hech qanday x2 ham, x1 ham qolmadi. Shuning uchun javob mana shu o'zgarmas sonning o'zi javob bo'ladi. 2x plus 3 ning hosilasi demak 2 ga teng ekan. Ikkinchi misolni ko'rib o'tamiz. fx' teng limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga funksiyaning x2 dagi qiymatini topishim uchun x larning o'rniga x2 ni qo'yib chiqaman. X larning o'rniga x2 ni qo'yib chiqsam 2x2 ning kvadrati plus 3x2 minus endi funksiyaning x1 dagi qiymatini hisoblash uchun x larning o'rniga x1 qo'yib chiqaman. 2x1 kvadrat plus 3x1. Mahrajda esa doimgidek x2 minus x1. x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga 2x2 kvadrat keladi, minus 2x1 kvadrat keladi. Va bu ikkalasidan qovusdan tashqariga 2 ni chiqarsam, x2 ning kvadrati minus x1 ning kvadrati qoladi. Keyin 3x2 minus 3x1 qoladi. Bulardan ham qovusdan tashqariga 3 ni chiqarsam, x2 minus x1 qoladi. Mahrajda esa x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga mana buni a kvadrat minus b kvadrat bo'yicha 2 qovusga ajratsam x2 minus x1 x2 plus x1 keladi. Va x2 minus x1 bu yerdan keladi, bu yerdan bor. Demak, qovusdan tashqariga x2 minus x1 ni chiqarsam bo'ladi.
ichkarida nima qoladi? 2 ko'paygan ikkinchi hovuz qoladi. 2 har biriga ko'paysa 2x2 plus 2x1 qoladi va plus 3 qoladi. Plus 3. Mahrajda esa x2 minus x1. Ana endi yana x2 minus x1 larni qisqartirib yoradigan bo'lsak, limit x2 minus x1 intilganda 0 ga 2x2 plus 2x1 plus 3 qoladi. Endi buni hisoblashimiz kerak, lekin ikki noma'lum kelib qoldi. x2 va x1 kelib qoldi. Buni qanday hisoblaymiz? Qaranglar. x2 minus x1 intiladi 0 ga degani, bu x2 minus x1 ning o'rniga 0 qo'y deganimi? Shuning uchun mana bu tenglikni x2 minus x1 teng 0 tenglik bilan almashtirsak bo'ladi. Bu ham x2 minus x1 ning o'rniga 0 qo'y deganini bildiradi. Bu ham x2 minus x1 ning o'rniga 0 qo'y deganini bildiradi. Ana shu yerdan x2 ning qiymatini topadigan bo'lsak, x1 o'ng tarafga o'tsa, x2 teng x1 degan tenglik hosil bo'ladi. Teng x2 ning o'rniga x1 qo'ysam, limitni hisoblagan bo'laman. Bu yerga x1 qo'ysam, 2x1 plus bu yerda o'zi 2x1 ning o'zi bor edi, plus 3. Natija 4x1 plus 3. Va x1 ni endi x deb kesam ham bo'ladi, chunki x1 mi, x2 mi, x mi farqi yo'q. 4x plus 3 ga teng bo'ladi. Demak, 2x kvadrat plus 3x funksiyamizning hosilasi 4x plus 3 ga teng bo'lar ekan. Davom etamiz. 3-misol, ixzosti x funksiyaning hosila tarifidan foydalanib hosilasini topishimiz kerak. f' x teng limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga funksiyaning x2 dagi qiymati bu ixzostinda x2 bo'ladi minus funksiyaning x1 nuqtadagi qiymati ixzostinda x1 bo'ladi. Mahrajda esa x2 minus x1. x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga yuqorida va oldingi mavzuda aytib o'tganim singari kasrni yo'qotishim kerak. Yoki mahrajda aniqmaslikni yo'qotishim kerak. Hozir x2 minus x1 ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsam, mahraj 0 bo'lib ketadi. Shuni yo'qotishim uchun x2 minus x1 ni chiziqli ko'paytuvchilarga ajrataman. A kvadrat minus b kvadrat formula bo'yicha va suratdagi bilan qisqartirib yoraman. Suratda ixzosti x2 minus ixzosti x1. Buni ko'paytuvchilarga ajratsam, ixzosti x2 minus ixzosti x1, ixzosti x2 plus ixzosti x1. A kvadrat minus b kvadrat teng a minus b, a plus b formula bo'yicha ajratdim. Teng. Endi bular qisqarib ketadigan bo'lsa, limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga suratda 1 mahrajda ixzosti x2 plus ixzosti x1 qoladi. Bundan oldingi misolda aytib o'tganimdek, x2 minus x1 teng 0 tenglikdan x2 ni topib oladigan bo'lsam, x1 kelib chiqadi. Va x2 ning o'rniga x1 qo'ysam, limitning soni qiymati kelib chiqadi. x1 qo'ysam, ixzosti x1 plus ixzosti x1. Bu ham bo'ladi 1 taqsim 2 ixzosti x1. Va x1 ning o'rniga ham x qo'yib, 1 taqsim 2 ixzosti x ga tengligini hosil qilsak ham bo'ladi. Demak, ixzosti x funksiyaning hosilasi 1 taqsim 2 ixzosti x ga teng ekan. 4-misol, sinus x funksiyaning hosilasini topishimiz kerak. f' x limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga suratda funksiyaning x2 dagi qiymati sinus x2 minus x1 dagi qiymati sinus x1. Mahrajda esa x2 minus x1. Sinusning ayirmasini ko'paytmaga ko'rinishga o'tib olaman. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga 2 sinus x2 minus x1 taqsim 2 bo'lar edi. Ko'paygan kosinus x2 plus x1 taqsim 2 bo'lar edi. Mahrajda esa x2 minus x1. Bizda ajoyib limit formulasi bor edi. Limit x intilgandan 0 ga sinus x taqsim x ning qiymati 1 ga teng bo'lar edi. Lekin argumenti x bo'lsa, mahraji ham x, argument x taqsim 2 bo'lsa, mahraji ham x taqsim 2 bo'lishi kerak. Misolda argumentda taqsim 2 bor, lekin mahrajda xuddi shu narsada taqsim 2 yo'q. Shuning uchun ushbu kasrni surat mahrajini 2 ga bo'lib yuboraman. Surat mahrajini 2 ga bo'ladigan bo'lsam, suratdagi 2 yo'qoladi, mahrajda esa 2 paydo bo'ladi.
Va endi argument bilan maxrajdagi ifoda bir xil bo'ldi. Demak, mana shu limitning qiymati ajoyib limit formulasiga ko'ra endi bemalol 1 ga teng deb aytib ketsak bo'ladi. 1 ko'paygan kosinus x2 plus x1 taqsim 2 qoladi. Yana mana shu tenglikdan x2 ni o'rniga x1 ni qo'yaman. Kosinus x1 ni qo'ysam, x1 ga x1 qo'shilsa 2x1 taqsim 2. 2 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, kosinus x1 qoladi. Yoki buni kosinus x deb yozib ketsak bo'ladi. Demak, sinus x funksiyaning hosilasi kosinus x ga teng ekan. 5-misol, kotangens x funksiyaning hosilasini topishimiz kerak, tarifdan foydalanib. f'(x) limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga kotangens x2 dagi qiymati kotangens x2 minus x1 dagi qiymati kotangens x1. Maxrajda esa x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga kotangenslarni kosinus taqsim sinus deb yozib olaman. Kosinus x2 taqsim sinus x2 minus kosinus x1 taqsim sinus x1. Maxrajda x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga sinusdan maxraj beradigan bo'lsam, sinus x1 kosinus x2 minus bunga ham sinusdan maxraj beradigan bo'lsam, kosinus x1 sinus x2 qoladi. Maxrajda esa sinus x1 va sinus x2 larning ko'paytmasi. Uni ham maxrajda x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga yuqoridagi tenglikni qaraydigan bo'lsak, bu sinusning qo'shish formasiga tushib qoldi. Ya'ni suratdagi ifoda sinus nimani beradi? x1 minus x1 minus x2 ni beradi. Taqsim sinus x1 sinus x2 x2 minus x1. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga yana ajoyib limit formasini ishlatamiz bu yerda. Ajoyib limit formasi qanaqa edi? Sinus x taqsim x ning limiti 0 ga intilganda 1 ga teng edi. Lekin x2 minus x1 bo'lyapti. Bu yerda esa x1 minus x2 bo'lyapti. Argument bilan maxrajdagi ifoda bir xil bo'lishi kerak. Shuning uchun sinusning argumentidagi x1 minus x2 ni o'rnini almashtiraman. Bilamiz, qavs ichidagi ayirmaning o'rnini almashtiradigan bo'lsak, qavsning oldiga minus chiqishi kerak. Va mana bu minusni ham sinus eng oldisiga chiqarib yuboradi. Natijada sinus oldinda minusi bilan x2 minus x1 o'rnini almashtirdim. Shuning uchun minus chiqdi. Buni esa pastga tushirib yuboraman. x2 minus x1 ko'paygan sinus x1 ko'paygan sinus x2. Minusni limitning ham oldiga chiqaradigan bo'lsam, minusdan va mana bu tenglikning o'rniga ajoyib limitdan 1 ni qo'yib yuboraman. 1 ko'paygan nima qoladi? 1 taqsim sinus x1 ko'paygan sinus x2 qoladi. Bundan oldingi misollarda ko'rdik, x2 minus x1 ni 0 ga tenglab, x2 ni topsa bo'ladi, x1 ga tenglik kelib chiqadi. x2 ni o'rniga x1 ni qo'yadigan bo'lsam, minusdan 1 taqsim sinus x1 ko'paygan sinus x1 keladi. Sinusga sinus ko'paysa, sinus kvadrat x1. Minusdan 1 taqsim yozsa bo'ladi sinus kvadrat x deb. Demak, kotangens x funksiyaning hosilasi minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng ekan. O'zingizni sinab ko'ring misollarni oxirgisiga yetib keldik. fx teng 5 degan o'zgarmas funksiya berilgan. O'zgarmas funksiyaning hosilasini topishimiz kerak. Tarifdan foydalanadigan bo'lsak, f'(x) teng limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga funksiyaning x2 dagi qiymatidan uning x1 dagi qiymatini ayirib x2 minus x1 ga bo'lishimiz kerak edi. Limit x2 minus x1 intilgandan 0 ga bu o'zgarmas funksiya bo'lgandan keyin x2 ni qo'ysak ham 5 chiqadi. x1 ni olib borib x ni o'rniga qo'ysak ham 5 chiqadi. Chunki bu tarafda x yo'q. Bu x ga bog'liq emas. X o'rniga xohlagan sonimizni qo'ygan taqdirda ham buning qiymati baribir 5 chiqaveradi. Shuning uchun mana buning qiymati ham 5 ga teng, minus buning qiymati ham 5 ga teng. Maxrajda x2 minus x1. Limit
x2 minus x1 intilgandan 0 ga 0 taqsim x2 minus x1. 0 ni har qanday songa bo'ladigan bo'lsak 0, demak bu tenglikning qiymati ham 0 ga teng ekan. Bundan xulosa qilsak bo'ladi, o'zgarmas funksiyaning hosilasi doimo 0 ga teng bo'lar ekan.